Ikkalamiz 160 kilo ekanmiz. Uchalamiz 200 dan yuqori ekanmiz. Bu tarozi ko'tarolmas ekan. Eng qizig'i tarozi ko'tarolmaganda endi stolimiz ko'tarar ekan. 3 kishi chiqsangiz ham bo'laver ekan. Eng qizig'i 3 yilgacha garantiya berishar ekan. Bu nima desalar, ratan stollarimiz bo'ladi. Optim birinchi qo'l sexiga yetib keldi. Kraskalari ham ya'ni prashkovoy bo'ladi. Eng qizig'i tevadan tashlab yuborsangiz manuvlarimiz ya'ni koloniya bo'ladi. Eng kichigina narxiga keladigan bo'lsak, 4 kishilik ya'ni deko fasonimiz narxi 1 million 900 ming so'mdan boshlab 8 taligi bor, 3,5 million so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari Cobra fasonimiz bo'ladi. Buning narxi 4 taligi narxi 2,5 million so'mdan boshlab 4,5 million so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari Mix fasonimiz bor. Bu ham xuddi o'shaqa 1 million 900 ming so'mdan boshlab 3,5 million so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar ichida foydasidan oldim masalan, Vodiy, Toshkent, Samarqandgacha 100 gacha bonus qilib berishadi, ya'ni dastlabkasi bepul bo'ladi. Yana bitta bonusimiz bor, ya'ni ayollar uchun kir moshinaga mana bunday gelini qo'shib berishadi. Undan tashqari temir stollarimiz bor, tirikchilik uchun narxi 750 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha bo'ladi. Faqatgina bunda dastlabkasi kelishli holatda bo'ladi. Bonusga qo'l uyadigan gelini qo'shib berishadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Biz turgan joy Farg'ona viloyat Kommentariy qishlog'ida turibmiz.